Kene bitta mamnun ismli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, mobil logografni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Sizni to'g'ri aytishni o'rganing, вообще kerak emas sigaretilar. Sizlar bilan gilamlarni yeyamiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni xotin ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga unda mobilograf bo'ladi, nimaga menda bo'lmaydi? Quribni yo. Birnim deshigini olman. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yuring bilan boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tanishtiraman. Bitta ismim chiqqan olmabsizlar-da, marketingmi? Men bicheni qarayli o'rtoqlar, to'qqinon to'rt ko'tarib qo'ydim. Boshda olamiz. Men bicheni qarayli o'rtoqlar, irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Echib turing, mobilograf bilan videomiz ro'yobga chiqargan ekan o'zi ham. Qaranglarligini buni, qarang. Muammolar bo'lib, ichi sal dardga to'ldi-da, o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Yur. Keyin qaziga kirib ketdim, o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi, o'rtoq. Sen вообще taksistsan, o qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimimchiki nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan Shodi Gurkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf? Instagram nimaga kerak? Yesi anu bloger eding-a? Ha. Anu barter qilib ber, barter. Tashali. Erta zo'r joylardan qilib ber, mayli. Like bosing, komment yozing, Shodi Gurkov. Pastki chiziqchasi ham bor. Écoute la plaque, Marie sont adéquats. À côté de la plaque.